Hammaga salom, sizlar bilan Dan O'zaba bo'laman. Bugun jeremiyamizda qanaqadir g'alati anomaliyalar bo'lyapti. Sandiqlar bo'm-bo'sh. Nega tushunmayapman. Ko'chaga chiqib bilish kerak. Jijillarda nima bo'lyapti? Telefonim qani? Noutbukim qani? Qanday qilib videolarni chiqarishim mumkin? Do'stlar, o'ylab ko'ringlar. Hozir faqat o'zimdagi kamera qolgan xolos. Hamma yog'imni o'g'irlab. Shoshmang. Lavami? Jijillar bu yerda nima qilyapsizlar? Oy, haqiqiy lava ekan-ku. Jijil nima bo'lyapti bu yerda? Ikki kishi aytdi bizga, bu yerga narsa tashlasangiz ikkita bo'lar. Yo'q, shunday bo'ldimi? Meni kechir, lavaga narsalaringni men tashlab yubordim. Jijil, nega meni narsalarimga tegasan? Uyalmaysanmi birovni narsalarini lavaga tashlagani? Endi nima qilaylik, bizda telefonlarimiz ham qolmadi. Men siz nega bunday ishlarni qilasizlar? Bu lava-ku. Ko'rsatib beraymi sizlarga qanday bu narsalarni yo'q qilib yuborishini? Lavaga tushgan narsa hech qachon Minecraftda ikkita bo'lib qaytmaydi, Jijil. Tushuninglar, bu yerdan hech qachon narsa qaytmaydi, chunki bu lava. Lava hech nimani qoldirmaydi. Yonib ketadi tashlagan narsangiz. Jijillarga tushuntirishimiz kerak shekilli. Mana, oddiy bir sabzini olamiz. Mana jijillar, ko'rib qo'yinglar, mana otdim. Qani sabzi, menga topib beringlarchi. Bizni kechir, endi bizga yordam bermasang bo'lmaydi. Bizni kechir, yordam ber, iltimos. Mayli, jijil, sizlarga yordam beraman. Undan nima qilishim kerak ekan? Do'stlarim bilan gaplashib olishim kerak. Ha, mayli, bugun sizlarga yordam beraman, jijillar. Keyingi safar mendan maslahat qilib, keyin narsalarimni olinglar. Menga vobshim bunday problemalar orttirmanglar, jijillar. Mendan narsani so'rab olinglar, keyin yordam beraman sizlarga. Xo'pmi, jijillar? Men o'ylaymanki, bu lavani tagida nimadir bor, sekretni nimadir bor. Agar ikki kishi sizlarni aldagan bo'lsa, unda kovlab ko'rishimiz kerak deb o'ylayman. Mana shu yerdan kovlashim kerak. Qani yaqinroq kovlaylikchi, bu yerda hech nima yo'q. Tushunmadim, qanaqa blok bu? Ko'ryapsizlarmi, u yerda qanaqadir ikki kishi turibdi. Kelinglar, ularni o'ldirishga harakat qilib ko'ramiz. Salom, bu yerda nima bo'lyapti? Tushunmadim. Hamma yoqda bunday narsalar, uskunalar nima qilyapti? Ichida narsalar, meni kameram do'stlarim. Kameramni topdik. Mana kameramni kim o'g'irlagan ekan? Sindirib qo'yibsizlar-ku. Nega bu yerda paydo bo'lib qoldim? Tushundim. Demak, ana bu yigitchalar, bular hammasi cheater. Ular meni o'ldirishga harakat qilishyapti. Cheaterlar bilan ham ko'p marta urushganman. Kela qol, bittalab kel, hammangni ko'rsatib qo'yaman. Kel. Ola qol. Oy. O'ldirib qo'yishdi. Yana qaytib kelaman. Mana pauzada qaytib keldim va tayyorlanib oldim. Jitel haligi narsalarimni otib yuborgan. Jitel menga narsalarini berib turishga qaror qildi. Mayli, rahmat Jitel. Narsalarimga tekkaningga pushaymon bo'lasan hali. Kelinglar, bittalab kelinglar. Hammangizga ko'rsatib qo'yaman. Kuchim hammangizga yetadi. Kela qoling. Oy, bunisi juda kuchsiz edi. Mayli, ikkalasini ham o'ldirdik. Ular yana qaytib kelmasidan militsiyaga telefon qilish kerak. Telefonim qayerda ekan, ha? Mayli, qo'limga sig'gancha narsalarni olib olay, jijillarga qaytarishim kerak. Kameram. Mana bunday narsalar, oltinlar, olmoslar. Telefonimni topdim do'stlar. Telefonim, haqiqiy meni. O'zimni haqiqiy telefonim. Mana bu yerda gohida Minecraft PY'da ham videolar olib turar edim. Agar Minecraft PY'da video olishimni xohlasangiz, unda like, podpiskani sizlardan kutib qolaman. Jitellar, mana narsalaringiz menga bir tiyinlik narsalaringiz kerak emas. Pastga tushsalaringiz, shu yerdagi uskunalarning ichida hamma yo'q bor. Jitel, senga rahmat narsalaringni berib turganingga. Mayli, narsalarimni topdim. Mana ko'rib qo'yinglar, kameramni topdim, yaramaslar. Kameramni sindirib qo'yishibdi. Afsus. Yaxshiyamki telefonim yaxshi turibdi-ku. Kameramni ko'raylikchi. Qani. Mayli, jiddiy emas. Agar obyektivni almashtirsak, video yaxshi olyapti, FPS yaxshi. Mayli, telefonim hech bo'lmasam yaxshi-ku, undan ham video olib tursam bo'ladi. Musiqalarim joyida turibdi. Telefonim dahshat ishlayapti. Yana ham tezlashgandek, chunki lava unga ta'sir qilgan ko'rinadi do'stlar. Mayli, telefonim otilib ketdi. Ekrani sinib qoldi-yu. Agar video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Hammaga rahmat, hammaga xayr.